Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə diqqətinizə bugünkü xəbərlərimizin təfsilatında bolsun. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Turkiya bilan Xitoy o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimining Turkiya parlamenti tomonidan rad qilinishini talab qilib boshlatgan siyosiy va diplomatik aloqalari uzluksiz davom qilmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa efendimning istansimizga bildirishicha, hozirga qadar qurultay nomidan Turkiyadagi 13 siyosiy partiyaning asosiy rahbarlariga, 50 nafar parlament a'zosiga va Turkiyaning 15 davlatdagi bosh elchisiga, shundaqla Turkiya parlamenti qonun komiteti bilan tashqi ishlar komitetining mas'ullariga maxsus talab xati va murojaatnoma yo'llangan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Turkiyada turishli rahbarlari har qaysi partiyalarning va hukumatning ba'zi mas'ullari bilan bo'lgan uchrashuvlarni davom qildirmoqda. Turkiya bilan Xitoy o'rtasida 2017-yili imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi 2020-yili 26 dekabr kuni Xitoy Xalq qurultiyi doimiy komiteti tomonidan ma'qullanib rasmiy qonunlashtirilgan bo'lib, Turkiya parlamentida texi ovozga qo'yilmagan mazkur kelishim navbatda Turkiya parlamenti qonun komitetida saqlatilmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa efendimning nomida Turkiya parlamenti qonun komitetining raisi Yilmaz Tunç efendimga yo'llangan maktubda Turkiya parlamentining texi ma'qulligidan o'tmagan bu kelishimning Turkiyada iqomat bilan yashayotgan va texi Turkiyaga rajdonligiga o'tmagan 10 minglagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz orasida qo'rquv va tashvish yaratganligi. Shundaqla dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan Uyg'ur tashkilotlari va Uyg'ur jamoatlarining bu kelishimdan qattiq afsuslanish his qilganligi bayon qilinib, mundaq deyilgan. Xitoyning tüp maqsadi bo'lsa bu kelishim orqali mazlum Uyg'ur xalqi bilan ularning birdan-bir umidi hisoblangan Turkiya o'rtasidagi munosabatni buzish va Turkiyani butun davlatlar oldida e'tiborsizlashtirishdan iborat. Xitoyning necha 10 yillardan buyon Sharq Turkistonda yurgizayotgan zulm siyosatining keyingi yillarda taraqqiy qilib rasmiy irqiy qirg'inchilik darajasiga berib yetishini ko'zda tutganimizda, agar bu kelishim Turkiya tarafidan rasmiy ma'qullangan taqdirda uning zo'r bir insonlik fojiasining maydonga kelishiga sabab bo'ladiganligi aniqdir. Biz Xitoyning ziyonkashligiga uchirgan Uyg'urlar bo'lib sübtimiz bilan zolimlarga qarshi mazlumlarning yanida turimiz degan shuur bilan tashqi siyosat elib berayotgan Turkiya davlati va rahbarlarining Xitoyning hiyla nayranlariga ishinib Uyg'ur qarindoshlaridan yuz o'rmaydiganligiga, mazlum Sharq Turkiston xalqining faryodiga quloq soladiganligiga, shundaqla 20 million Uyg'urni jinoyatchi e'lon qilish qariniyatiga yo'l qo'ymaydiganligiga ishonamiz. Biz Turkiya parlamentini bu kelishimni ma'qullamaslikqa, Turkiya davlatini ezilayotgan Uyg'ur xalqining yanida turishga chaqiramiz. G'arb matbuotlarida Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida 2020-yili 30 dekabr kuni o'rtaq fikr hosil qilingan va mushu yilning ichida Yevropa parlamentining ma'qullanishiga sunilishi mo'ljallangan mablag' selish kelishimi haqidagi tanqid va talash-tortishlar davom qilmoqda. Janubiy Xitoy Sar pochtasi gazetining xabar qilishicha, Yevropa ittifoqi muzokara jarayonida Xitoydan xalqaro emgakchilar tashkilotining munosabatlik ahdnomalariga amal qilib, majburiy emgakni tamoman bekor qilishni talab qilgan va Xitoy tarafmi buningga amal qiladiganligi haqida va'da bergan bo'lsa-mu, afsuski Xitoy taraf bu jihatda hech qanday ijobiy qadam bosmagan va Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan majburiy emgak tuzumini keng ko'lamda davomlashtirayotgan bir paytda yana bundoq bir kelishimning tuzilishi Yevropa ittifoqining oldiroqsonligini va ojizligini ko'rsatdi. Janubiy Xitoy Sar pochtasida e'lon qilingan Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning mablag' selish kelishimi nemishqa Yevropaning ojizligini oshkorlab berdi nomli maqolada ko'rsatilishicha, Yevropa ittifoqidagi 27 davlatning iqtisodiga chetiladigan bu g'oyat zo'r kelishim Yevropaning koronavirusidan keyin iqtisod va rayon xarakterlik siyosiy jihatda ojizlashib, Xitoyga zo'r darajada beqinib qolganligini ko'rsatib beradi ekan. Analizchilar Yevropa ittifoqi hozirdan e'tiboran Xitoyning xalqaro emgakchilar tashkilotining ahdnomasiga rioya qilishga qistishi kerak. Bu kelishim Yevropa parlamentining ma'qullanishiga sunilishdan burun Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida Tibet, Uyg'ur va boshqa musulmon millatlar masalasida qattiq to'qinish va anglashmaslik yuz berishi mumkin deb qaramoqda. Angliya pul muomala vaqt gazetining bu vaqtda e'lon qilgan maqolasida bundoq deyilgan. Yevropa ittifoqidagilarning qarashcha g'arb davlatlari mazkur kelishim orqali Xitoyning xalqaro emgakchilar tashkilotining ahdnomasiga amal qilib, majburiy emgakni cheklab, emgakchilarning huquqini qo'g'dashga haydakchilik qiladi. Ammo bir Xitoy professor Xitoy hukumatining majburiy emgakni bekor qilmaydiganligini bildirib, mundaq dedi. Emgakchilar masalasida Xitoy hargiz yo'l qo'ymaydi. Sizlar Xitoyda mustaqil ishchilar uyushmasi bor deb o'ylamsizlar? Ya'ni kelib, majburiy emgak masalasi Uyg'urlar bilan munosabatlik. Shunga Xitoy buningga texmo unamaydi. Amerika va Yevropa birligiga a'zo davlatlarning ishki qismida Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida yaqinda imzolangan mablag' selish kelishimi haqidagi talash-tortishlar uzluksiz kuchaymoqda va Uyg'urlarning majburiy emgakka selinayotganlik masalasi bu xil talash-tortishlarning asosli temalarining biri bo'lib kelmoqda.
Gerçi Xitoy taraf xalqaro əmgək təşkilatının məcburi əmgəkning oldini ilish haqidagi ahdnomasiga amal qiladiganligi haqida va'da bergan bo'lsa-mu, ammo kuzatuvchilar mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining va'dasida turmaydigan bir hokimiyat ekanligini, shunga Yevropa parlamenti mazkur kelishimni rasmiy ma'qullashdan burun Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan majburiy əmgək va lager tuzumini darhol bekor qilishini oldingi shart qilishi lozimligini ta'kidlab kelmoqda. Dünya Uyghur Qurultayı və xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatları Yevropa İttifaqı bilan Xitoy o'rtasida imzolangan mablag' selish kelishimidan qattiq afsuslanganligini ifoda qilish bilan birga, Yevropa parlamentini bu kelishimni ma'qullamaslikka va Yevropa parlamentining a'zolarini bu kelishimga imzo qo'ymaslikka chaqirgan edi. O'tgan hafta bir qism komanda a'zolarining zahar chekishi tufaylidan Rossiya komandasining olimpik musobaqasiga qatnashish salohiyati bekor qilingan edi. Amerika Kengash Palata a'zosi Rikskud Apandi Xalqaro Olimpik komitetining raisi Tomas Bakka maktub yo'llab, Rossiya komandasini zahar masalasida ayblaydigan Olimpik komiteti nima uchun Xitoy hukumatini cheklayolmaydi deb savol qo'ydi. Florida kundalik xabarlar gazetining 4-yanvar sonida e'lon qilingan bu ochiq maktubda Rikskud Apandi o'zining Rossiya komandasi haqidagi hukmni qo'llaydiganligini bildirgan. Shuning bilan birga millionlarcha Uyg'urni lagerga qamab, ularni o'z milliy kimligi va diniy e'tiqodidan voz kechishga majburlayotgan. Yana kelib xalqqa olam qarab tursa, aymanmay qirg'inchilik qilayotgan Xitoy hukumatining Beijingda qishliq olimpik musobaqasi o'tkazishiga qandoqlarcha yo'l qo'yilayotganligini tushunmaganligini alohida ta'kidlagan. U maktubda rais Tomas Bakka savol qo'yib, nima uchun bir necha odamning zahar chekishi tufaylidan bir butun komandani ta'qib qila olgan olimpik komiteti millionlarcha odamni qiynash, qo'l qilish va ishki organlarini sug'urib olishda qabihlikka mahkum qilayotgan bir hukumatni cheklayolmaydi dedi. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan asrning 40-yillaridagi Yahudiylar zo'r qirg'inchilikqa yuz berish harpisidan Natsiz Germaniyasi 1936-yili Berlin Olimpik yig'iniga sohibxonlik qilgan hamda oradan uzun o'tmay Yahudiylarning millionlab qirilishi boshlangan ekan. Mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining pensiyaga chiqqan Uyg'ur doktor Gulchan Abbosning Amerikada Xitoyga qarshi uzun yillardan buyon aktiv faoliyat olib berayotgan urug' tuqqanlaridan o'ch ilish maqsadida 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilganligi Amerikadagi o'qirmanlari eng ko'p bo'lgan nopuzliq gazetlardan Washington Pochtasi gazeti 4-yanvar e'lon qilgan tahrirat maqolasida keskin tanqidlandi. Mazkur tahrirat maqolasida Xitoy hukumatining Amerika va Yevropadagi Uyg'urlarning ovozini o'chirish uchun to'limi o'ktamlarcha faoliyatda bo'lishi odamni shurkandiradigan voqea deb ayblandi. Ular buningga misol qatorida pensiyaga chiqqan Uyg'ur doktor Gulshan Abbosning 2018-yili sentabrda g'oyib bo'lganligi, uning singlisi Roshan Abbosning Amerikadagi Uyg'ur davosi uchun qilayotgan faoliyatlaridan o'ch ilish uchun Xitoy hukumatining yaqinda Gulshan Abbosni terrorlik guruhiga qatnashgan degan ayb bilan 20 yillik qamoqqa hukm qilganligini tafsiliy tonishtirdi. Shundaqla uning qizi Zibo Muratning onam bir doktor, u hech qanday siyosiy ishlarga aralashib boqmagan degan so'zlarni naql keltirish orqali Gulshan Abbosga buncha og'ir qamoq jazosi berishdagi birdan-bir maqsadning uning Amerikadagi urug' tuqqanlarini jazolash hamda ularning ovozini o'chirish ekanligini ta'kidladi. Gulshan Abbos xonimning Amerikadagi aksi doktor Rishad Abbos apandi bo'lsa navbatda Dunyo Uyg'ur Qurultayining oliy maslahatchisi bo'lib, singlisi Roshan Abbos xonim bo'lsa navbatda Amerikada Xitoyga qarshi aktiv faoliyat olib berayotgan Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchisi va raisidan iborat. Markaziy Turkiyadagi Uyg'ur akademiyasi Uyg'ur yoshlaridan tayanch kuch yetishtirish maqsadida milliy mafkura va milliy kurash yo'llari bo'yicha maxsus tarbiyalash kursi uyushtirdi. Birinchi oyning 1-kunidan boshlab 3 kun davom qilgan bu navbatlik kursga 21 nafar Uyg'ur yosh va oliy maktab o'quvchilari qatnashdi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa, Uyg'ur akademik, tadqiqotchi va mutaxassislardan professor Olimjon Inoyat, doktor Mag'firat Kamal, doktor Farhod Qurbon Tangritog'li, doktor Shavkat Nosir va Abdulhamid Qaraxon qatorliqlarning dars berishi bilan o'tkazilgan bu qitimliq kursga qatnashgan Uyg'ur yoshlari Sharq Turkiston davosiga munosabatlik milliy mafkura, tashkilotchilik, rasmiy so'rovlardagi adab qoidalar, turklar va Turkiyani tonish, Xitoyning haqiqiy ish yuzini tonishning Sharq Turkiston davosidagi ahamiyati, taratqularning Sharq Turkiston davosidagi ahamiyati, xalqaro vaziyatning Sharq Turkiston davosiga elib kelgan fursatlari, bizning tayyorligimiz va xalqaro vaziyat, Sharq Turkiston mustaqillik kurashida birlikka kelishga tegishli muhim nuqtalar ham shundoqli Yahudi, Hindi, Boshnoq va Kosovo qatorliq millatlarning milliy kurash yo'llariga munosabatlik muhim temalarda dars oldi. Bu qitimqa kursda 21 nafar o't yurak Uyg'ur Sharq Turkiston milliy mafkura va Sharq Turkiston davosidagi saqlangan masalalar va uni hal qilish haqida mulohiza yurgizdi. Ham shundoqli Hindi, Yahudi, Boshnoq va Kosovo qatorliq millatlarning milliy mustaqillik va kurash yo'llarini o'rgandi.
Bu pidakar yoshlar kelgusi mustaqil vatanimizning qurilishida mazmut ultashlardan bo'lib qolgusi. Mustabid Xitoy hokimiyati tarafidan 2020 yil yanvarda milliy o'chmanlikka qudrat qo'li qilish jinoyati o'tkazgan degan bo'xton bilan 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur texnika korxonachisi va saxovatchi Akbar Asadning masalasi uning Amerikadagi hadisi. Harvard Universiteti Qonun institutini bitirgan tunji Uyg'ur Rayhon Asadning tinimsiz ko'rishi natijasida zo'r qo'llashga erishmoqda. Yangi yil kirishi bilan Harvard Qonun instituti kishilik huquq tashabbuschilari bilan Harvard Universiteti o'quvchilar tashkilotlari birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyni turmadagi Uyg'ur egilik tikluguvchi Akbar Asadni qo'yib berishga va Uyg'urlarga qaratilgan keng ko'lamlik vahshiyliklarga xotima berishga chaqirdi. Bayonotda ular mundaq degan: Biz Harvard Qonun instituti kishilik huquqni tashabbus qiluvchilari va Harvard Universitetining o'quvchilar tashkilotlari bo'lish sifatimiz bilan maktabdeshimiz Rayhon Asad bilan bir sapda turadiganligimizni ifodalaymiz va uning inisi Akbar Asadning darhol qo'yib berishini talab qilamiz. Akbar Asad 2016-yili Xitoy hukumati tomonidan majburiy g'oyib qilingan bo'lib, u Xitoy hukumatining ziyonkashligiga uchrayotgan Uyg'urlarning biri. Harvard o'quvchilari bo'lish sifatimiz bilan biz Rayhonning inisini erkinlikka chiqarish va Uyg'urlarga adolat izlash yo'lida qilayotgan ko'rishini qo'llaymiz. Biz Amerika hukumati va xalqaro jamiyatning Xitoy hukumatidan Uyg'urlarga uzundan buyon yurgizib kelgan sistemalik zulmini oxirlashtirishini talab qilishini, bu millatga qarshi ilib berilayotgan keng ko'lamlik vahshiylikni tezdan surishtirishni talab qilamiz. Harvard o'quvchilari bayonotida yana mundaq degan: Navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bostirishining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik aniqlamasiga mos keladiganligi haqidagi o'rtaq tonish barg'ansari kuchayotadi. Ya'ni kelib Uyg'urlarning maska, kiyim-kechak va boshqa nurg'un mahsulotlarni ishlab chiqarishda majburiy emgakka selinishi yer shari ta'minlash zanjirlarini davomli bulg'amoqda. Uyg'urlarga yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik va Xitoy hukumatining Uyg'urlarni sistemalik majburiy emgakka selishi bizni andishaga selib qolmasdan, balki Rayhonning maktabdoshlari bo'lgan bizlar uchun bir xususiy masalaga aylandi. Birlashma bayonotda mundaq deyildi: Uyg'ur xalqiga qarshi ilib berilayotgan keng ko'lamlik vahshiyliklardan to'lma beorom bo'ldik va g'azablandik. Biz Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Xitoy hukumatining kapolatini qo'lga keltirib, Uyg'ur rayonidagi jazo lagerlarini bevosita va ahamiyatli tekshirishga chaqiramiz. Ular bayonotida yana cho'ng shirkat va davlatlarni Uyg'ur rayoniga solgan mablag'larini ilib chiqib ketishga, rayondan yiroqlashishga da'vat qilgan. Birlashma bayonotga Harvard Universitetiga tava 70 dan ortiq o'quvchilar jamiyati imzo qo'ygan. Belgiya Uyg'ur jamiyatining a'zosi, Bruksel Universiteti falsafa bo'limi o'quvchisi, o'zini Uyg'ur davosiga otgan jangovar turk qizi Asmagün tarafidan yangi yilning tunji kuni boshlatilgan o'zgacha shaklda danglik markalarning jurnal muqovi suratiga tahlil qilib tortilgan suratlar orqali Uyg'ur majburiy emgakini oshkorlash faoliyati turli ijtimoiy taratqularda kuchli diqqat qo'zg'adi. Tahliliy suratlarda modelning ustidagi kiyimlarning tushundirilishiga jazo lagerida yasalgan, 100% Uyg'urlar tarafidan yasalgan, majburiy tug'mas qilingan Uyg'ur ayol tarafidan ishlangan qatorliq jumlalar ishlatilgan. Asma xonim bu safarbarlik faoliyati orqali Uyg'urlarning majburiy emgakidan naf oladigan markalarni boyqut qilishga chaqirgan. Asma xonim bu faoliyatning suratlarini o'zining ijtimoiy aloqa torida shu jumlalar bilan ham baharlagan. Siz yaxshi ko'radigan do'kondan kiyim sotib olishdan burun 2 qitim o'ylang. Asma xonim bu faoliyat haqida tushuncha berib mundaq dedi: Iqtisod hammamizga munosabatli bir tema. Kiyim-kechak sotib olish, savdolik qilish degandek. Bo'libmi bu kunlarda kishilar ehtiyoji bo'lsin, mayli bo'lmasin, texmo ko'p kiyim-kechak sotib oladigan bo'ldi. Nurg'un danglik markalar mahsulotlarning Uyg'urlarni majburiy ishlatish orqali ishlab chiqarilganligi va bu danglik markalar mahsulotlar korxonalarining bu masalani yushirishi aslida bir cho'ng masala. Men bu faoliyatimiz orqali Uyg'urlarga qilingan zulmga bizning qanchalik yaqin ekanligimizni bildirishni maqsad qildim. Ya'ni kishilarning ko'ziga chiliqadigan, lekin bek beoram qilmaydigan mushundaq shaklda qilishni muvofiq ko'rdim. Turk qizi Asma xonim bo'lsa Belgiyada o'zgacha jalb qilarlik usullar bilan Uyg'urlar masalasini anglitishga tirishib kelgan va bu sababdan Belgiyadagi Uyg'ur jamoatining cho'nqur sevgisiga erishib kelgan fidokor xonimlarning biridan iborat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qitimliq programmada ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.